Assalomu alaykum Gold Euro fasad obunachilari va ushbu videoda ko'rayotganlar. Bugun sizlarga Gold Euro fasad korxonasida chiqadigan mahsulotlarni narxlari haqida to'liq video qilib, obzor qilib beramiz. Birma-bir ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ofisimizga kirishinglar bilan o'ng tarafda облицовочный kirpich mahsulotimiz ko'rishingiz mumkin. Двухцветный variantda turibdi, ya'ni ikki xil svet. Ustki foni oq, orqasi mokriy holatda 1 kvadratning narxi 85 ming so'm. Облицовочный kirpichda mana shunday variantdagi ranglari ham bor. Rangiga qarab двухцвет bo'ladigan bo'lsa 1 kvadratda 85 ming so'm. Sunnatiga tushib beramiz xudo xolasa. Bu yerda bo'ladigan bo'lsa 3D modelimiz ko'rishingiz mumkin. Bularimiz 1 kvadratda 95 ming so'm. Bu yerda bo'ladigan bo'lsa Sculpey mahsulotimiz cho'tkali variantda 1 kvadratning narxi 90 ming so'm. Bu yerda esa kombinovanniy mahsulotimiz. Ularimiz ham 1 kvadratda 90 ming so'm, ya'ni cho'tkali bo'lganligi uchun. Bu yerda cho'tkali variantda klinker mahsulotimiz ko'rishingiz mumkin. Bu mahsulotimizga lak beradigan bo'lsa, juda ham chiroyli ko'rinishga keladi. Ushbu mahsulotlarimizdan bitgan obyektlarimizni qo'yganmiz, Instagram profilimizga o'tib bemalol ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli holatda bo'ladi. Bunimiz 1 kvadratda 90 ming so'm. Va shunga moslab turib, bu yerda sokoli ham bor. Bu mahsulotimiz ismi Travertin Sokol deb nomlaganmiz. Bularimiz 1 kvadrat ham 90 ming so'm cho'tkali variant bo'lganligi uchun mahsulotlarimizni 20 kafolati bor. Xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz mahsulotimiz. Bu yerda bo'ladigan bo'lsa, bu yil eng trendda bo'lgan va eng ko'p sotuvga erishgan mahsulotimiz lazerli variantda Travertin mramorli mahsulotimiz ko'rishingiz mumkin. Bu mahsulotimizni Travertin deyilishiga sabab tarkibi travertin toshidan iborat. Un shakar degan razmerda bo'ladi. O'shandan qo'yilgan. Tarkibi polniy oq sement, shuning uchun 1 kvadratda 120 ming so'm. Kafolati bo'ladigan bo'lsa, fasadniy plitkalardagi 20 yil bo'lsa, buniki 30 yil. Xudo xolasa, undan ham ko'p yaraydi. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Zakazga va nalichida ham mahsulotlarimiz bor. Bu yerda lazerli variantdagi mahsulotimiz 2 xil svetda, buni ham 1 kvadratda 85 ming so'm. Bu yerda 3D modelimiz ko'rishingiz mumkin, o'zgacha rangda. Bularimiz ham kvadratda 95 ming so'm. Bu yerda Canyon Sokol mahsulotimiz однотонный svetda, ya'ni bir xil svetda, bir xil ko'rinishda. Bularimiz 1 kvadratning narxi bo'ladigan bo'lsa 65 ming so'm. Xuddi shu mahsulotga mana shunday cho'tkali variantda qo'yilganimiz bor, ko'rishingiz mumkin. Bularimizni 1 kvadratda 90 ming so'm. Canyondagi ham shunday, Klinker'dagi ham shunday narxi. Bu yerda облицовочный kirpich, ya'ni boshida ko'rsatgan mahsulotimni однотонный sveti. Bunimiz 1 kvadratda 75 ming so'm. Bularimizniki lazerli variantdagisi esa 85 ming so'm. Bu yerda yana ko'rishingiz mumkin, har xil turdagi mahsulotlarimiz bor. 95 ming so'm, 85 ming so'm. Bularimiz ham 3D modellar 95 ming. Облицовочный variantlarimiz ham mana bu yerda 85 ming, 3D model 95 ming so'm. Xudo xolasa bu mahsulotlarni butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Ushbu mahsulotga qiziqqan akalarimiz bo'lsa, biznesmen akalarimiz bo'lsa, ishlab chiqarishlikni ham xudo xolasa xuddi shu kачествоda ishlab chiqarishlikni ham o'rgatib qo'yamiz. Bizda mahsulotlarda qoliplari mavjud. Yana narx haqida gaplashamiz akalar. Bu yerda Большой Sokol degan mahsulotimiz 1 kvadratda 65 ming so'm, однотонный holatda bo'lganligi uchun diqqat qilasizlar. Bu yerda ham ko'rishingiz mumkin, Canyon Sokol mahsulotimiz cho'tkali variantda. Hozir bu mahsulotlarimiz ofisda turgan mahsulotlarimizga nima desam bo'ladi, pardoz berilmagan holatda turibdi. Bu mahsulotlarimizni pardozi cho'tkali mahsulotlarimiz. Lak bo'ladi. Lakni yaxshisidan sepsanglar, xudo xolasa mahsulotlar umuman boshqacha ko'rinishga keladi. Bu yerda mana облицовочный kirpich variantdagi mahsulotimiz boshqacha svetlari. Bu yerda o'sha Travertinoy mahsulotimiz yana bir rangi. Bu yerda klinker mahsulotimiz 2 xil svetda turibdi. 1 kvadrat 85 ming ularimizni. Bu yerda kombinovanniy mahsulotimiz. Bu yil eng ko'p sotuvga ega bo'lgan mahsulotimiz bu ham, xudo xolasa. Chiqishi bilan sotuvi sraz bo'lib ketgan mahsulot. 1 kvadratda 90 ming so'm cho'tkali variantligi uchun. Sokollarimiz ham 90 ming so'mdan 1 kvadrat. Tumba mahsulotlarimiz 20-40 Russik deb qo'yamiz. Bunimiz 1 kvadratda 65 ming so'm akalar. Bu Regal mahsulotimiz 2024-yil chiqqan yangi modelimiz hisoblanadi. Dekoratsiyani xohlagan akalar uchun chiqarib qo'yganmiz. Bitta toshimiz bortib turadi, ikkinchisi esa ichiga kirib turadi. Bunday mahsulotlar
Faqatgina Gold Euro fasadda bo'ladi. 1 kvadratda akalar bularimiz ham 90 ming so'm. 3D modellarimiz bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. 1 kvadratda 95 ming so'm. Boshqacha ranglari ham bor. 3D modellarda Gold Euro fasad korxonasi o'zi o'ylab topgan model hisoblanadi. Paltarashka degan hozir ko'rsatamiz. Ularimiz ham Gold Euro fasad korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan, ya'ni direktorimiz tomonidan o'zi noldan yaratib shu holatga kelgan, xudo xolasa. Xudo o'zi sizni bilan. Bu yerda ko'rishingiz mumkin Sculpti mahsulotimiz 9 variantda turibdi. 9 bo'lganligi uchun buni ham 1 kvadratda 85 ming so'mga keladi. Diqqat qilasizlar. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda Faska modelimiz, bularimiz ham 1 kvadratda 85 ming so'm 9 daligi uchun. O'rtasi tekis bo'ladi, yonboshlari dekoratsiya bo'lganligi uchun shunaqa Faska deb nom berganmiz. Bu yerda bo'ladigan bo'lsa, paltarashka modelimiz ko'rishingiz mumkin. Mana shunday ranglari ham bor. Bularimiz 1 kvadratda 90 ming so'm paltarashka modellarimiz. Chunki 3 xil svetda qo'yiladi. Fioletvi, bu yerda korishneviy, bu orqasida qizg'ish holatda bo'lganligi uchun 1 kvadrat narxi 90 ming so'm. Lazerli variantdagi mahsulotlarimiz ham sotuvi eng ko'p bo'lgan mahsulotlar bularimiz. 1 kvadratda 85 ming so'm 9 svetda qo'yilganligi uchun. Bu yerda ham mana paltarashka modellarimiz ko'rishingiz mumkin akalar. Bu yerda o'sha sizlar ko'rsatgan klinker mahsulotimizdan obrazes qilib uch yasab qo'yganmiz, ko'rishingiz mumkin. Bu mahsulotimizni pardoz berilsa, ya'ni lak sepilsa juda ham chiroyli ko'rinishga keladi. Bularimiz ham o'sha aytib o'tganimizdek 1 kvadrat narxi 90 ming so'm. Bu yerda ugl mahsulotimiz ko'rishingiz mumkin. Ugl mahsulotimizni 1 kvadratda 1 metrga sotiladi. 1 metri ugullarda 80 ming so'm akalar. Ugullarimiz bor. Ugullarni biz ancha bo'lgan chiqarganimizga levi pravi holatda bo'ladi. Xudo xolasa, bu ham Gold Euro fasadda ixtirosi hisoblanadi. Regal mahsulotimiz bu yerda ko'rsatdik. Bularimiz kvadrat 85 ming so'm. Ko'rishingiz mumkin akalar. Bu yerda mana ugl mahsulotimiz bor. Ko'rishingiz mumkin akalar. Bularimiz ham shu metrga sotiladi. Bu yerda ruskiy forma, cho'tkali variantlarimiz. Bularimiz hammasini 1 kvadratda 90 ming so'm akalar. Ko'rishingiz mumkin bu yerda mramorni qilib chiqarib qo'ygan lazer toshga qo'yilgan mahsulotlarimiz. Ularimizni 1 kvadratda 110 ming so'mdan, xudo xolasa hamma aytgan mahsulotlarimiz narxidan tushib beramiz. Sunnatga muvofiq inshaalloh 100 kvadratdan ko'p bo'lgan xaridorlarimizga 50% yo'lkasini qoplab beramiz va Rossiyada turib ham murojaat qilsanglar bo'ladi bemalol akalar. Chunki ustalarimiz bor, ustalar bilan dogovor qilib beramiz sizlarda, o'zlari borib o'lchab, zaklad beradigan bo'lsanglar, zakaz qabul qilib qolamiz, xudo xolasa, o'sha mahsulotlarni yetkazib, sizlar xohlagan ko'rinishda xudo xolasa qilib beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda esa Sculpti mahsulotimiz cho'tkali variantda naryoqda ko'rsatganmiz. Ularimiz ham 1 kvadrat 90 ming so'm. Sculpti mahsulotimizga 2 xil svetda qo'yilgan ko'rishingiz mumkin ranglarimiz bor. Ularimiz ham 1 kvadratda 85 ming so'm. Bu yerda bo'ladigan bo'lsa akalar, Travertini deb nomlangan mahsulotimizdan 3 xil svetda qilib qo'yganmiz. Ya'ni bu yerda qizg'ish, bu yerda oranjeviy, bu yerda seriyaga tortgan oq. Originali xudo xolasa 1 kvadratda 120 ming so'm. Kimga mana shunday fasadli plitkani biznes qiziq bo'ladigan bo'lsa akalar, sifatli fasadli plitni chiqarishni xohlaydigan bo'lsanglar, xudo xolasa murojaat qilishingiz mumkin. Sifatli mahsulot chiqishligi uchun sifatli qolip bo'lish kerak. Xudo xolasa Gold Euro fasad korxonasi sifatli mahsulotlar ishlab chiqaradi. Bunga sabab Gold Euro fasad korxonasida chiqadigan qoliplar sifatli. Shuning uchun mahsulotlarimiz narxi sifatga qarab ozgincha o'ynaydi. Shuning uchun 1 kvadratda qoliplarimizniki $195 akalar. Lekin xudo xolasa keladigan bo'lsanglar, narxlarini tushib beramiz. Обучение bizda besplatniy, mahsulotlarni ishlab chiqarishlik, qanday ishlab chiqarishlikni o'rgatamiz xudo xolasa. Обучениemiz besplatniy, yotoq sharoitimiz besplatniy, xudo xolasa obed bilan ta'minlaymiz. Yotoq sharoitlar mavjud. Kelib, ko'rib, xudo xolasa qoliplarimizdan xarid qilib, sizlar ham o'zingizlarda, shahriylarda yoki davlatlarda shu biznesni boshlashingiz mumkin. Bemalol murojaat qila olasizlar. Biz butun Esengi bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Mana shunday xizmatlar, mana shunday fasadli plitkalar kim kerak bo'lsa, bemalol Gold Euro fasad korxonasiga murojaat qilib, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, o'zimiz sizlarni kutib olib, xudo xolasa chiroyli holatda o'rgatib, mahsulotlarimizdan xarid qilsanglar yetkazib beramiz. Gold Euro fasad korxonasini
kuzatishda davom etinglar akalar.